Qayerga ketyapsizlar? O'g'lingizdan ruxsat olganman. Ha, mayli. O'g'limning hayoti tinch bo'lsa bo'ldi men uchun. Ha, qizim, yaxshi keldingmi? Ha, Oyi, telefon bering. Mana ol. Uyda rosa ishlar ko'p, charchab ketdim. Alo. Menga qara, qachongacha shu miyangga qaynanangni xizmatini qilasan? Tez alohida bo'lish harakatini qilib chiqib ketmaysanlarmi? Oyi, shunaqa qilyapman. Qo'yni qo'shinda follab tashlaman, indamayapti. Hozir ham ruxsat so'ramasdan jahl qilib chiqib ketdim, miq etmadi. Voy, adasi, keling, bizdan olib ketgan keldingizmi? Voy, keling-ku. Balu boshidan sasirganda-ya. Sen uyga borib o'tirishing shart emas, shu yerda qolavergin. Men onamni xorqib qo'yadigan inson menga kerak emas. Men onamni topa olmayman hech qachon. Sendagi xotirlar ko'chada tiqilib yotibdi. Mehribonim ona, beazorim onam.